Assalomualaikum butun dunyodagi barliq aziz qarindoshlar. Dunyo Uyg'ur Komiteti to'rt televiziyasiga Naq maydon suhbat programmasiga xush keldinglar. Bugun Dunyo Uyg'ur Komiteti o'rinboshlari Shvetsiyadagi yoshlar tarbiyalash kursi boshlanish oldida turibdi. Qani biz dunyoning har qaysi joylaridan kelgan yoshlarni bir qo'l ziyorat chiqaylik. Yes. Can you see updates? Yeah, I need to know that question, but I didn't realize my cell data was. Assalomualaikum. Bizniki bir qism yoshlarimiz kurslarga boshlanishini saqlab turdilar. Bolalarni ziyorat Benim ismim Mustafa, Nurgeri keldim. Siz tunji qadam qatnashishingizni Norvegiyaga kelib qancha vaqt bo'ldi o'zingizga tanishtirib bersangiz? Sanni bu yerdan tunji qatnashdim. Norvegiyaga kelib 2 yil bo'ldi. Turkiyaga kelgan. Endi tunji qadam qatnashishingizga siz Dunyo Uyg'ur Komitetining shu yoshlarni tarbiyalash kursi uzun yillardan beri davomlashib kelyapti. Bu kursga qatnashish haqida nimalarni kutasiz, nima o'rganmoqchi? Ama bu yerga qatnash orqali Norvegiyaga Uyg'urlar ahvolini qanday anglashni o'rganish qalayman. Ko'p rahmat. Rahmat sizga. Qanaqangiz yaxshimi? Tunji qadam qatnashishingizni siz nimalarni o'rganadigan bir orzu bilan Benim arzuyum şu Uygur için şu hazır kompüter sayesinde çizgiler şu Allah kalsa Xitoyning şu kompüter sayesinde yemiş. Benim arzuyum şu. to'liq bor. Benim bu arzuyum şu biraz ilg'or bo'lgandiki, buni endi osonlab to'g'ri kalkulga bo'lgandiki, ya'ni buning uchun jiq tirish kerak endi o'zim fursat hozirlashni tirishlayman, lekin ham vatandan chiqqandan keyin yakunda kompüter sayesinden banasi o'zimni o'rganishga yo'l bo'lmaydi ekan. Shuning uchun o'shada Alloh xolsa yo'l qoladi. Endi sizni ko'z tutqunum shu to'g'ri bexatarlikmi yoki boshqa faoliyatmi? To'rt sayesinden yani har qanday olsun yoki İngilizce qilyapsiz. For example, any type of internet security or security wall, anything else for help Uyghur people. Ko'p rahmat. Hurmatli televideniyechilar, bizniki to'g'ri tashviqotchimiz Eksan namozini ziyorat qiladi. Sizni to'g'rida hali tonish bo'lib qoldingiz. So'nggi to'g'rida internetda tashviqotlarimizni ko'rib turyapmiz. Sizniki bu qatorda kursga qatnashishga orzuyingiz yoki maqsadingiz nima? Nimadan kutasiz bu to'g'rida so'zlaysiz? Assalomu alaykum barliq aziz qarindoshlar. Meniki bu qatorda faoliyat qatnashishimdagi asosiy maqsad Yevropalik bo'lsin, Amerikalik bo'lsin, har qaysi davlatlardagi yoshlar bilan o'zaro uchrashish va ular bilan o'zaro hamkorlik qilib, shu bizningki vatanimiz Sharq Turkistonda erkin qirg'inchilik olib berayotgan Xitoy tajovuz kuchlariga qarshi birlikda hosil qilish va yoshlar bilan birga bu xizmatni aktiv shaklda, ya'ni yaxshi bir shaklda olib berishga o'zim birlikda o'shandan bir kuchli bir tashkillik yoshlar guruhi qurib chiqishni maqsad qilgan asosda bu yerga keldim. Hem bu yerga kelgandan keyin shu yoshlardagi qarindoshlarni ko'rib, bu yerga kelgan yoshlarni ko'rgandan keyin o'zim shunday xush bo'ldim. Bularningki tarbiyalanayotgan kasblar bo'lsin, o'zining ortiqchiligi bo'lsin, bularni ko'rgandan keyin o'zimizningki Uyg'ur davosida bir yangi bir do'stlik hosil bo'lganligini tushunib yetdim.
Köpçük rahmat. Bizdeki kısım kursatlarımızın varken hani matratki ballarını ziyaret edip çıkayla. Assalamu alaikum. Allah yaxshimi? Şahitlerimiz kız kursantlar bilan birga o'tiribdi. Bu qatamqi kursdagi ham bir alohidaligi bu Uyg'ur tilida emas, o'sha har qaysi davlatdan kelgan kursantlarga inglizcha dars berdi. Bu qarindoshlarimizni savollarimizni kim ingliz saviyasi yuqori inglizcha so'zlashsa ham bo'ldi. Ammo siz o'zingizni tanishtirsangiz, ismingiz nima, nereden keldiniz? Hi, my name is Bahar. I came from Italy, but originally I'm from Kyrgyzstan, from Bishkek. Bu kadar kursdan yenilen siz batanlık mı sözlerdersiniz? Neyi gelmekçi? First of all, I want to thank all to the Congress for giving us, for youth activists, this opportunity to engage to each other and be able to work for our people. So from this workshop, I expect to learn the advocacy tool that we have, that all of the Congress can share with us, and later on to be useful. Bo'lsangiz bo'lsa, Norvegiya Uyg'ur komitetida uzoqda yaqin ishlayotgan Norvegiyaliklarda aktiv yoshlarning birisi. Siz bu qatam kursga tunji qatam qatnashishingiz, bundan qanday bir ijobiy tuyg'ularga erishdingiz? Siz nima o'rganmoqchi bu to'g'risida ayting. First of all, I'm really glad to came here to know everyone. To feel traveler to it gives me a lot of motivation to and a lot of inspiration as well. My main goal is to learn about the cybersecurity, how to protect us and how to protect everything during the work. And I also want to learn how to introduce our history with the people and the situation to everyone, and especially to Bizdeki kahraman lager şahitlerimiz bir haftada yakın Şivisiya parlamentda Şivisiya parlamentiga Uyg'ur erkek qirg'inchiligini to'nitish faoliyatini olib beryapti. Dunyo Uyg'ur kollektivi bilan birga ham bugun hozir bular yana bir ko'rishdan qaytib keldi. Kelgilda 5 minut bo'lmadi deyman. Hürmetli lager şahitlerimiz bir ziyaret ettik. Hürmetli Kanzler Hanım, bugün sizler neye gidiyorlar? Kimler bilan ko'rishdinglar? Sizlar qaysi mazmunda ko'rishdinglar? Bu to'g'rida so'zlab bersangiz. Assalomu alaykum, muojjatli barliq aziz qarindoshlar, vatandoshlar. Bizning bu Shvetsiyadagi parlamentlarga ko'rish bo'lsin, har qaysi partiyaga ko'rishlar bo'lsin, yosh ishlarimizga parlamentlar yaxshi bo'ldi. Ularning bizga bo'lgan imkoniyatlarini, va'dalarini shunchalik yaxshi bo'ldi, biz xursand bo'ldik bu natijalarni ko'rib. Bugun mana hozir baxtiyorligimiz degan o'xshash, shu Shvetsiyaniki tashqi ishlar ministrligiga ko'rishib keldik. Ular bizniki shu zulmlarimizni anglagandan keyin intayin ta'sirlandi, hayajonlandi. Hem baş kamplar bilan bo'layotgan shu irqiy qirg'inchilikni, shu depsanchiliklarni o'z ko'zimiz bilan ko'rsakmi, bu narsalarni anglab bevosita biz ajoyib bir qabul qilolmaydigan darajada bir ta'sirlandik. Haqiqatan bu qirg'inchilik quvvat bo'lish yerda, ammo biz zo'r tirishchilik ko'rsatib birlikda shunga qarshi turishga, nurg'un qarorlarni chiqarganga, ashlavda bo'layotgan boykot, masalan, Xitoydan kelayotgan har qanday savdo iqtisod jihatdagi boykotga ko'p tirishchilik ko'rsatamiz. Bu parlamentlarga, hukumatlarga zo'r ta'sir ko'rsatib, nurg'un yaxshi va'dalarni berdi. Biz ham xursand bo'ldik. Rahmat. Çok rahmat. Hürmetli Sayragül Hanım, siz özünüz Şivisiya tursiz, lekin Stockholm bilan bo'lgan araligi 500 kilometr keldi. Har qator ishlarda nurg'un ko'rishishlarni olib qoldingiz. Ham bu qatimqi shu Uyg'ur erkak qirg'inchiligini Shvetsiya parlamentiga to'nitish faoliyatiniki siz burun olib qolgan faoliyatlar bilan bir farqi bormi? Bu qatim qanday bir yangi natijalarni qo'lga keltirdinglar? Bu to'g'risida rahmat. Rahmat. Assalomu alaykum. Ekran oldidagi barliq qarindoshlar. Bu qatim hozir Baxtiyor hukumimizda aytgandek, men bu Shvetsiyaning bir fuqarosi sifatim bilan bu yerda nurg'un faoliyatlarni olib borgan bo'lsakmi, bu qatimgi faoliyatning bir alohidaligi bor. O'z nimada
Bu kadar müşe Stockholm'a gelip parlament a'zalari bilan görüşüp nurg'un o'xshamagan siyosiy partiyalarning vakillari bilan görüşüp bu Sharqiy Turkistondagi irqiy qirg'inchilikni bu insoniyatga qarshi jinoyat isbotlar bilan ko'zimizga ko'rgan dalil isbotlar bilan yana bir qator anlatib ularning inkosimi shundoq kuchli bo'ldi, yana bizni shundoq qizg'in qarshi elib xatirlab yana bu ishlarni bu Sharqiy Turkistondagi bu irqiy qirg'inchilikqa o'zlarining bir yaxshi qarorlarni chiqarishga qo'ldan kelgan ishlarni qildiganligini biz tarafga turdiganligini biladi. Yana mening bir xo'shlig'im bu yerda hamda o'sha yerda o'sha Shvetsiyaning bir korrespondenti bilan shved tilida bevosita anglatish fursatiga ega bo'ldim. Hamda buning o'zinchilik alayildigi bor. Chunki bu vaqtni tejigili bo'ladi. Vaqtni jiqroq vaqtni nima qilish orqali jiqroq so'zlashga bo'ladi. Yana o'zini bevosita anglatish orqali, bevosita so'zlash orqali buni texnik bir yaxshi anglata oldim deb o'ylayman. Bu tarafdan. Anda eng keyinda yana bir xo'shal bo'lganligi bu yerda men o'zimning talablarimni deb o'tdim. Masalan, Shvetsiya parlamentining boshqa Amerika boshliqligi mushu irqiy qirg'inchilikni rasmiy to'nigan davlatlar bilan o'xshash, ularning irqiy qirg'inchilik deb rasmiy e'tirof qilishini talab qildim. Shuning bilan birga bu Xitoyning faqat Sharqiy Turkistonda irqiy qirg'inchilik qilib qo'ymay, butun dunyoga bir tahdid ekanligini, hozir shu demokratiyaga qarshi jang e'lon qilayotganligini, o'zining bir butun dunyoga g'o'ji bo'lishlik rezil maqsadga oshirish uchun vosita tanlamay butun yo'llar bilan mushuni ishga oshiraman deb tirishayotganligini, shunga Xitoy bilan bo'lgan har qanday bir diplomatiyalik, ekonomik mushundaq nimalarda, turli munosabatlarda mushu Sharqiy Turkiston masalasini ko'z tutib turib, muhim masala qatorida ko'rib turib, ondan bu butun munosabatlarni qaytadan bir o'ylashni, ondan üçüncüden nurg'un qarorlarni elish orqali bu irqiy qirg'inchilik to'xtatishga qaror elish uchun xalqaro jamiyat bilan butun davlatlar bilan birlashib qaror elishga kuchashni, yana nurg'unlagan boshqa yaxshi yo'llarda usullar bilan bu Shvetsiyaning demokratiyasini, yana bu yerdagi nimani erkinlikni qanday qo'llab aql bo'ldi Xitoyning tahdididan degan masalalarni o'tirib qo'yardim. Bu bir yaxshi fursat bo'ldi men uchun. Bu jarayonda tirishchilik ko'rsatgan, yana shu faoliyatlarni o'ylashtirish jarayonida o'zining bir vazifasini, o'zining bir to'pisini qo'shgan hamma qatnashchilarga, hamma odamlarga rahmatimni bildiraman. Sizlarga ko'p rahmat. Butun Uyg'ur xalqlariga rahmat. Hamda til bir qurol. Kavramlarni bor, Sayragul xonim Norvegiyadami shvets tilida tili yaqin bo'lganligi shvets tilida guvohlik berdi. Yana shvets tilida Rafto fondiniki taklif bilan bergindimi bir qator faoliyatlarni olib qo'ydi. Sizlarga ko'p rahmat. Hamda xabarlarda bor Shvetsiyada yoshlarni tarbiyalash kursi ijrosi olib turibdi. Soat 2da bu faoliyatni boshlamoqchi. Hamda bu yoshlarni tarbiyalash kursini dunyo guruhi bizniki qurultaydagi yoshlar o'tkazgan. Bu qarindoshlarimizdan anglab boqaylik, faoliyat qanday boshlandi, nima mazmunda o'rnashtirildi. Hurmatli azizlar, hakim bu qatimki faoliyat qanchinchi qatimligi, burungi faoliyatlardan qanday bir o'xshamaydigan taraflari bor? Rahmat. Oldidan hammaga assalomu alaykum. Shvetsiyaning poytaxti Stokgolmda. Bu qadimki yoshlar tarbiyalash kursi 15-ci qadimdagi hisob-kitob bo'ldi. Chunki 2007'da qurultay boshlaganda har yili mushta programmani bu Uyg'ur yoshlar, aktivistlar, faoliyatchilarni tarbiyalash kurslari. 2 yıl 2020'de, 2021'de bo'lmadi, chunki bu pandemiya sababli ko'rishamdik. Hammalarning ma'lum. Ondan keyin 9 yılı 2022'de yana boshladik va maqatim Stokgolmda qildik. Bu alayligi qanaqa desam, maqatim biz faqat Skandinaviyadagi bolalarni
tanladık. Şvetsiya, Norvegiya ve Finlandiya. Hürmetli kızımlar, siz bu qatimki programmani alayda o'rinlashtiribsizlar. Qabaqa yoshlarniki orzusi qarag'an chog'da bularniki to'g'ri bekatlardagi ananiki shu davoni gellikni tunsiz to'g'riliq bir orzusi bor, uch to'g'riliq bo'lish. Bu to'g'riliq qanday bir yeniliklar borligidan bu to'g'riliqni so'zlab o'tsangiz. Ben Muğafa, Assalamu alaikum, Stockholm'dan. İntimaha mübarek olsun. Güzel keçik boğan olsun. Elbette biz bu yaşlı terbiyeleş kursunu özümüz şunçilik kızıkıp özümüz programlarını 5'inin ahırda tayyorlab chiqdik. Bu tayyorlash jarayonida biz o'yladik. Biz bu bir yaş bo'lgandiki biz masalan yoshlar o'rinda nim masalalarni nim temalar to'g'riliq dars alg'imiz bor, o'rganganimiz bor deb o'yladik. Ananga temalarni tanlab bo'lgandan keyin bunga mush temaga to'g'ri keladigan ma'lumlarni chaqirib her xil yerlerden, mesela Amerika'dan, Gollandiyadan, Avrupa'nın başka yerlerden, Angliyalardan chet ellik ma'lumlarni chaqirib kelib, mush tema to'g'riliq nima qildik. Bu temalar 4 tema bo'ldi. Mecburi emgak, lager, anandan keyin ayollar bo'lgan zulm, anandan keyin yana birisi shu xalqaro siz degandek tahdid to'g'riliq. Bununla hem de mesela bizning Uyg'ur sudining advokati Hamid Sabiy odam kemakchi bu kelib mush Uyg'ur sudining bo'lish jarayonida 18 oy nim ma'lumotlarga erishdi, nim ma'lumotlarni ko'rib chiqib qandoq qanday odamlarning nimasini oldi, guvohnomalarini hammasini qanday ishlab chiqdi, mush jarayonni so'zlaydi. Andan keyin yana bizning masalan UNPO'dan asalliq masalaki UNPO Unrepresented Nations and Republic People's Organization. Onun da mesela BDT'da bu davanı qanday tunuşturdu, qanday metodlarni işletip tunuşturdu degan temada so'zlaymiz. Andan keyin masalan sizlarning Norvegiyada bu adliya qattiqligidan kelib shu dijital nimada qanday Uyg'urlar uchraydi ham qanday buni pozitiv oldin to'g'ri bexatarlikni saqlashga tirisha olamiz deb degan darslarni berdi. Undan sirt yana boshqa o'qituvchilarni shu temalardan nurg'unlagan masalan tarbiyalarni ham o'zlarining shaxsiy nima experience tajribalarini so'zlab chiqamiz. Kaptan rahmat. Olsam bu qatimki yoshlar tarbiyalash kursi 8 davlatdan adam kelibdi. Endi sizlarniki nurg'un kursantlar tizimlatgan bo'lsin, qattiq tanlashdan o'tkazibsizlar. Yana qanday prinsiplar bilan bularni tanladinglar? Bu qaysi davlatlardan keldi? Yeshin qanchadan qanchagacha? Yana bu burunga o'xshamaydi, burun cho'nglar bor. Unchacha. Bu to'g'riliqni so'zlab qo'ying. To'g'ri. Bu qatim prinsipda qildik ve çünkü bu Skandinaviya davlatlar deganlikda şu an Skandinaviya Shvetsiyadan 20 yosh bola tanladik. Ondan keyin Norvegiyadan 10 bola, Finlandiyadan 7 bola. Ondan keyin qo'shimcha bek aktiv bo'layotgan bizningki Germaniyaningki Uyg'ur Youth Initiative'ning bolalari uchun tanladik bu yerdan. Ondan keyin Gollandiyadan bir qarindoshimiz bor. Ondan keyin yana Belgiyadan ikkisini şu cami toplam bu 43 balını tanladık. Ondan keyin ularning yoshlari 18'den ama en küçüğü 16 yaşlı var. Ensar degan. O bizningki maliyaninki müdürünün balası özümün bir aktif bola. Şunun için ben bir o'g'na qolgan keyin uni qo'shib oldik. Ondan keyin eng KRS'dan do'qimda eng cho'ngi 40 yoshga kirgan Akbarjon bizningki qurulda. Ichki ishlarninki shular keldi. Shu mush bo'ldi. Qarg'an yosh farqi xeyli bor ekan ularniki. Hamda bu qatimki kurs
uzundu yaqmasına 15-ci qatımlıq kursga bu. Hem de şu kurslarda yılda davamlaşıvatıdı Zümrətay. Siz bu şu kursantlardan sizler qurultay yaşları nimalarni kutsizlar? Bu to'g'riliqmi bir fikringizni bildirib olsangiz? Bu xeyli yaxshi savol. Masalan, men o'zimni shu dunyo qurultayining birinchi qatnashgan kursam 2014 Jenevada. Shu chaqda xalqaro davoni, bizning o'zimizning davosini xalqaro qanday anglatish usullari bor. Bo'lib mush bedetilib. O'sha chaqda men o'quvchidim, universitet o'qiyotgan, toza xalqaro munosabat o'qiyotgan vaqtim. Kelib o'zim 3 kun qatnashib ketgan. Shu chaqda shunchalik jiq narsani o'rgangandim. Ketib, albatta yana buni qiziqib kelib, qurultayning qilayotgan xizmatlarini kuzatib turdim. Undan keyin 2015 yana Washington DC'da yana bir kursga qatnashdim. Shunga undan keyin rasmiy men bir sistemning qurilganligini o'zim shohid bo'ldim. Onu görüp öğrendim jiq narsani. Masalan bizning Dolqun Nisa reisimizdan yoki bizning komitetining a'zolaridan jiq narsani öğrendim. Cho'nglardan bo'lsin, yoshlardan bo'lsin. Shunga o'zim qiziqib qoldim. Shunga o'xshash bizning yoshlar texnik yoshlarni bizning öğrengan narsamizdan foydalansin ham atrofimizdagi Uyg'ur masalasini qo'llayotgan, bizni qo'llayotgan odamlardan, mush Uyg'ur masalasi to'g'ri ishlayotganlardan nurg'ulg'an narsalarni ko'rgansinlar, bu sharoitni bir yasab berdik. Endi buningda biz cho'qim tilaydiganimiz shularning hammasini albatta chiqib hammiz aktivist bo'lishini tayin, lekin shuningda Uyg'ur davosining bugun qayerga kelganligini tushunish, Uyg'ur davosini xalqaroda qanday olib ketish bir usulni o'rganish, ondan keyin bular hammasi masalan BDT'ni anlatamizmi, o'zining davlatida qanday anlatalaydi, o'zining davlatidagi medialar orqali qanday narsani anlatalaydi, shuni bir o'rgansa biz ashuni kutamiz. Davalarımızdaki sepet qetilish uchun hamda ashuni kutamiz. Bo'libmi Zümrətay gidengiga shu tarbiyalash kurs jarayonlari biz men o'zim shaxsan shu workshoplarga qatnashgan, sizmi shu workshoplardan chiqqan bolalar. Ondan keyin bizningki qurultayda xizmat qilayotgan, yo bo'lmasa qurultayning tarkibidagi tashkilotlarning ichida xizmat qilayotgan butun yoshlarimiz, hozir ham yoshlarimiz desak bo'lmaydi, 40 yoshga kirgan bolalar campaign for Uyghurs bo'landi yoki UHRP içinde var. Şularımda bizning sepimiz katıldı. Şu yerdeki yaşlardan mı? Yaşlar terbiyeler tutan ve şu 3 gün jarayonida bizninki davamızda tutunup, bizning teşkilatlarımızda tutunup ve bizning sepimiz katılışını tilaymiz. Ko'p rahmat. Dünya Uyg'ur qurultayi yoshlari nihoyatda cho'ng programmalarni o'zi yolg'iz elib ketyapti. Masalan, o'tgan yil elib berilgan Uyg'ur forumi xalqaro saviyada ochilgan bir nihoyatda cho'ng yig'in bo'ldi. Ham mush ishlarning hammasini Zumratay erkin va boshqa yoshlar programmalarini o'rinlashtirib, hurmatli Dolqun Nisa apamniki boshlig'ida nihoyatda yaxshi bunday aytgan chog'da qurultayning qanti bo'lib ishlayotdi. Ishlar o'ngishli tilaymiz. Hamda biz boshqa qarindoshlarimizni ziyorat qilsak Abay degandagidek Dünya Uyg'ur qurultayining raisi hurmatli Dolqun Nisa apandi, Shvetsiya Uyg'ur birligining raisi Baxtnur xonimlar jiddiy ziyoratdan qaytib keldi. Hatta suv ichkidak bo'lmadi, shundan olsin 5 minut vaqtini ayirib ziyorat qilib olaylik. Hurmatli Dolqun Nisa apandi, sizlar hozirgacha 10 necha davlatdan shu Uyg'ur erkak qirg'inchiligini e'tirof qildirish faoliyati elib bordinglar va oxirgisi shu bir haftada yoki Shvetsiyada elib berilyotdi. Bu jarayonda qaysi o'rinlar bilan ko'rishdinglar, nima natijalar qo'lga kelyapti? Bu to'g'ri bir so'zlar bergan bo'lsangiz rahmat.
Rahmet, siz dediniz 10 neçe devlet dediniz, 10 neçe emas, belki 20 neçe, 30 devlette bir faaliyetini kapatımız. Bu 40. yıl başlangandan bir an. Bunun bir kısım devletlerde neticesi, yani körlü ortada bir kısım devletlerde körlüğünü yok, bir kısım devletlerde bu mesele müzakere basmışı. Şu programlarımızın bir parçası olup biz Şivsiye'de Düşenbe gününden başlayıp faaliyetimizi başladık. Bir haftadan bu yan bir yerde Şivsiye parlamentoda ki her kaysi siyasi partilerin rehberlerinden bulup mu parlamentonun taşkı işler komisyonu, komisyonlarındaki vekilleriyle söhbetlerimiz oldu. Biz bir yerde ötken yılı 2022 ayda gidip Şivsiye parlamentoda Uygur erkek kadınlarının kabul kılış o şeyden bir katar mesele hakkında bir görüş hep bağlantı. Hükümetlerinin görüşken parlament milletvekili herkes partilerin rehberleriyle görüşken ama 9. ay saylan buldu bir yerde. Saylan bulup parlament azalarının mutlak yok kısmı da yenilik oldu. Hükümetlerde anlaşışlar oldu. Şununla bu hareketini yeniden başlaşık doğru geldi. Bu biz duş kivatkan yıllardan beri her kaysi devletlerde duş kivatkan avallarının birisi yani. Çünkü biz bir yere yapırımız, bir yere kelimiz neticede çıkışta saylan bu bitiyordu çünkü devletin bazıları da normal saylan buldu, bazıları şu devletin işki hükümet işki krizle yüzüne geldi saylan buldu. Şundan biz yani işini nereden başlaştık? Nereden başlamışsak kege yerden başlaştık. Şu hizmetlerinin bir parçası Sofiye'ye gelip ötken yıl bitiremegen işini bu yıl kayıtında almıştık için geldi. Nayet yaxşı bir uçuruşta oldu. Bir kısım biz ötken yıl köreşken parlament azaları hazırlıcı parlamentoda bayken ulavdan köreştik. Bir kısım bir yeni sayılanlarken ulavdan köreştik. Meselemizi anlattık. Umumen nayet yaxşı bir histaşlık, kollaş nüküyorduk. Nayet ümit var biz. Ondan başka hükümet Taşkı İşler Ministerinin yukarıdaki emeldarlarıyla, elçileriyle görüş fırsatlarımız oldu. Onun deyken yalnız hükümet parlamentlarının nasıl Şivsiye halkının hareket etkileyici bir yerdeki halkara teşkilatlarının yardımına tayinişimiz zor bu işte. Uzun müddet boyunca vaktimiz. Şunu bir yerdeki halkara geçirik kılıç teşkilatı olsun. Halkara insan hakları kılıç teşkilatı olsun. Onun deyken kalemkeşler cemiyeti olsun. Şunu okşaydıgan bir kadar tesir güçlük halkara teşkilatlarının merkezlerini ziyaret edip bu alemde kandaklı bu işini meyli siyasiler arasında olsun, meyli hükümet arasında olsun kandak teknik güçlendireleymiş Şivsiye'de. Şu en ahireti bizim məqsədimiz olan Şivsiye'deki Uygur erkeklerimizin kuvvetli meselede kandak kadem basıplarını bassak buldu. Diğer meselede söhbetlerimiz oldu. Yaxşı müzakirelerimizde hep vardım. Matbuatlar bilen uçuşturmalarımız oldu. Yani bir hep cerenayken dairdeki bir faaliyetlerini hep vardık. Bence neticesine ait yaxşı ama onun en akıllı neticesini aldığımız ülkeler görürüz. Köp rahmet. Hürmetli Bahtiyar Hanım, Şivsiye Uygur Birliği kurulgandan yakın jiq faaliyetlerini yapadılar. Bu kıtımki yaşlar ve terbiyeleş kursu bilen birlikte bu Şivsiye Parlamento Uygur erkek kırgınçılığını etraf kıldırış faaliyeti yani çoğun bir faaliyet oldu. Hem siz şu gelip verilgan bir yıldan artık vakit gelip verilgan faaliyetlerden Şivsiye Uygur Birliği'ndeki bu kuruluş jarayonini kendi cemaatçiliğimiz gibi söz yaparsınız. Bu teşkilattan mı? Yeni kurulan teşkilattan mı tanışsak? Köp rahmet. Aldı bilen hammalarga rahmet deyman. Assalomu alaykum aziz xalqimiz, yurtdoshlarimiz, tuqqanlarimiz dunyoning har yerda bizga yaqin jiroqda madad berayotgan hammalarga ko'p rahmat deyman. Andin bizga ishinib ham qo'llab shu faoliyatlarning ro'yobga chiqishiga yaqindan yordamda bo'lgan, yo'llarini ochib bergan Dunyo Uyg'ur qurultiyi rahbarimiz, hurmatli rahbarimiz To'lqin apandim va Dunyo Uyg'ur qurultiyidagi barliq fidokor rahbarlarimizga, jonkuyar qarindoshlarimizga, tuqqanlarimizga ali ehtiromlar yo'llaymiz. Biz Shvetsiya Uyg'ur birligi 2022 yılı birinci aydan başlap faaliyetimizni başladık. Dastlabda biz bir Uyghur radyosini anlatış beriş bilen başladık. Anın yana Xitoy qanun olimpiyaga qarshi
şu birinci, ikinci, üçüncü aylarda namayişler bilen faaliyetlerimizni canlandırgan bulduk. Matbuatlarga bu olimpikni to'sib kelish to'g'risida matbuot xabarlari va iltimoslarni qilgan bulduk. Olimpik komiteti xat yozgan bulduk, inglizcha, shvedcha bayonotlar berdik. Ana yani jurnalistlar bilan ayrim görüşüp bu olimpikninki qanchalik bir zulm ishida elib berilayotganligini, qonliq medalni olib bo'lmaydiganligini biz yaxshi isbotlar bilan yetkazgan bo'ldik. Garchi olimpik to'sib qilingan bo'lsa, lekin Shvetsiya hukumati official boykot qilmadi, ammo qarshi turganligini, bu to'g'ri bo'lmaganligini o'z bir matbuotli yuzda va ichki qismda bizga xabar bergan bo'ldi. Bu bir kichik natija. Ana biz xalq faoliyatlarini jonlantirmoq, masalan 2022 yıl 3. ayda xalqimiz pandemiya sababidan uchirish imkoniyati bo'lmagan 2 yil sayli chanqilgan dillarni biroz mehr berish, uchrashish, diydorlashish faoliyati qilaylik deb Navro'z o'tkazib, xalqimizni biroz jonlantirgan, avundirgan bo'ldik. Nayki yaxshi inkaslarga erishdik. Onun aqdilla biz heyet faoliyatini barabar o'tkazdik. Ondan ishki heyet faoliyatida muvaffaqiyatli bir diydorlashishlar, bir choy suhbatlar bo'ldi. Yani şehitlerge nazar berish ve şehitlerning uchun namoyishlarni uyushtirish qatorliq faoliyatlar bo'ldi. Eng muhim bo'lgani yana o'tgan yil 5. ayda Dünya Uyghur Quruqligi rahbarlaridan bir guruh Shvetsiyaga diplomatik ziyoratga keldi. 5. ayning 18. kunidan 21. kunigacha parlamentda, Amnesty International'da, Utrix Department'da Svenska PEN qatorliq nurg'un muhim organlar bilan, ministerlar bilan Utrix Department mesela muhim uchrashishlar bo'lgan. Shuning natijasi hozir mana endi ko'rilyapti. Biz birinchi qatim ishni chekib bizning iltijolarimizni, talablarimizni yetkazgan edik. Mana bu qatim bir yilga yetmagan qisqa vaqt ichida nayda unumli faoliyatlar bo'lyapti. Mana bu yil bo'lsa mana 23 apreldan 1 mayga kadar Uyghur haftaligi temasida bir necha muhim uchrashishlar, diplomatik ko'rishishlar, xalq uchrashishlari bo'lib o'tdi. Masalan, 24 aprelning o'zida tushdan burun va tushdan keyin kech bo'lib 5 qatimliq diplomatik uchrashishlarni olib bordi. Bir uchrashishdan yana bir uchrashishga yugurib kirishga to'g'ri kelyapti-da. Shu qadar fidokor bo'ldiki, bizning rahbarimizning yetakchiligida ishki lager shoidimiz bor, Qalbinur xonim va Sayragul xonim, undan yana Dolqin apandim bizni yetaklab mengayotdi. Har bir diplomatik uchrashishlarda partiya liderlari bilan, ministerlar bilan ko'rishishlar bo'ldi. Har bir uchrashishda bizningki xalqaro Uyg'ur davosining yo'nalishi, qisqacha jarayonlari, ko'rilayotgan natija va to'liqlab menish tegishli yo'llar to'g'risida yaxshi taklif fikrlar va o'rtoqlashishlar bo'ldi. Masalan, 25-silama shunda 6 qatimliq ko'rishma bir kunning ichida. Tunugün 27-silar yana Svenska PEN bilan, Amnesty International bilan, Human Rights Watch bilan bir acayip yaxshi enumli uchrashishlar bo'ldi. Parlamentda ishki uchrashishni ilib bordik. Har qaysi partiya, Shvetsiyada xalqimiz bilganidek 8 partiya bor, hokimiyat beshida eng chong partiyaning 3-4 bor. Bular Alliance deyiladi, ham o'rtaq xizmat nishoni bilan ma'nodu. Har bir partiyaninki eng oliy rahbarlari va ministerlari bilan ayrim uchrashish va guruh bo'yicha uchrashishlar intayin unumli bo'ldi. Bizdan xursand qilgani yana tunugin kechda Human Rights Watch'ninki rahbarlari bir guruhga folk evenement panel discussion o'tkazdi. Buningga dunyoning har qaysi joylaridan kelgan ideyasi ilg'or aktiv yoshlarimiz to'liq qatnashdi. Shvetsiyadan 20 necha yoshlarimiz bor, Norvegiya, Finlandiya, Turkiya, Germaniya, Belgiya, Amerika, Jiroq ko'may Amerikadan kelgan yoshlarimiz bor. Shu yoshlarimizni to'liq qatnashib, o'zining savollarini so'rab, inglizcha bayonlarni berib qildi. Bunun önemi intayin çoğun bo'ldi. Hammamiz pek ta'sirlandik. Bugun yana tilga ilib o'tishga arziydigan bir tarbiyani bugun atiganda rahbarimiz hatto nashrni qilmasdan Tayland
elçixanasına bardık. Halkımızdan hazır işide hemimizden dikkatini qo'zg'ayotgan bir muhim iş var. O bo'lsa Taylandda 9 yıldan buyon nahaq kamplarda yetayotgan begona halkımız ağırlık azabı, misafirlik azabı, zindan azabı, hatta ölüm halkı duş gelip aldığımız hafta bir hafta burun bir kardeşimiz vefat taptı. Hemimiz şunçuk içindik, şıgıldık, kalkıştık, dua kıldık. Ama biz bunun bilen diplomatik yollarını izleyişimiz gerek. Tayland elçixanasına iltimasımızdan sunduk. Yani bizden halkımız müşündak her bir devlette orunsuz azaplarını çekip atıldı. Uygur boğalığı için vatan sırtında erkek kırgınçılığı duş gelgen bolsa, vatan sırtında ilaçsızlık, pasport yok. Üçüncü bir devletke imkaniyet naydı. Batırk mı bu üçüncü devletine kabul kılışta tosalgılardın ki bağlığını hemimiz bilmemiz şunu yollarını izlesek Tayland hükümeti mi halkımızga biraz yollarını gösterse degen bir hatta bir tügep ketişke bir gün, 2 gün kalgan vaqtida davolanish imkoniyatini yaratib berdi. Onundan burun nemishqa imkoniyat batırıp şunuga yol qo'ymay inson haqlari qayerda qoldi? Biz bu takliflarimizni sungan vaqtimizda ularni o'zlarininki echinganligini, yo'llarini izlaydiganligini, o'rtaq bir chiqish yo'li berdiganligini deb o'tgan bo'ldi. U Tayland elchixonasidan chiqiblar, ya'ni biz Shvetsiya Tashqi ishlar ministri, yani Utrix Department'in en ali rahbarları bilan görüştük. Bir saatdan jiqroq bir suhbatlarimiz pek önemli oldu. Biz reisimiz Dolgan efendim ve lager şahitlerimiz ve Zumrat Hanım qatorliqlar Shvetsiya hukumatidan bir necha talablarni, yani o'tirib qo'ygan bo'ldi. Masalan, birinchi qilib Uyghur irqiy qirg'inchiligini xuddi Amerika, Kanada, Fransiya, Angliya, Chexiya, Belgiya, Fransiya qatorliq davlatlar e'tirof qilganiga o'xshash ofisiallar xalq folkmord, ya'ni irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilishni talab qildik. Ondan yana Shvetsiyada Uyg'ur do'stlik guruhini bir chapsandroq ro'yobga chiqarib, shu tarafdan kuchab bizningki orzularimizni parlament ichida o'tirib qo'yish imkoniyatini yaratib berishni do'stlik guruhining muhim ahamiyati bağlığını bunu degan bo'ldik. Ondan üçüncü qilib yana dunyoning har yerida azab tortayotgan muhojir qarindoshlarimizni xuddi Kanada qabul qilganga o'xshash, 10 minglab qabul qilayotganga o'xshash qarorlarning Shvetsiya davlatidami va Shvetsiyaga o'xshash boshqa Yevropa davlatlaridami chiqishga bir turtkilik rol o'ynashini umid qildik. Yani misal qilib aytdikki, Tayland qatorliq davlatlar 109 qarindoshimizni Xitoyga qaytarib berib, hozirgacha biz hech qanday izlargini olmadik. Ondan yana 50 necha qarindoshimiz 9 yillab Tayland turmalarida behuda azob tortib yetyapti. O'lim hozirgacha 5 qarindoshimiz behuda tugab ketdi. Uning ichida kichik bolalar bor. Nurg'un qarindoshlar og'ir azobini tortyapti, davolanish imkoniyati yo'q bu yerda. Ana yana Turkiyani misal qilib oldik. Turkiyada gerçi Türkiye biraz yaşaş kolay boğunun bilen nurgun qarindoshlarımızda pasport yok, ikamet verilmeyen. Yana nurgun qarindoshlar iqtisodiy jihatdan qiyinchilikka duch keldi. Qo'lida pasport ve başka önemlik dokument bo'lmag'achqa boshqa davlatlarga menish imkoniyati intayin az ve tug'ilayotgan bolalarga tug'ilish guvohnomasi bo'lmaganligi uchun yasli kirish, maktablarga tizimlatish, tarbiyalanish, davolanish qatorliq taraflarda qiyinchiliklarning intayin zo'r ekanligi, mushundaq bir taraflardan ko'z tutganda dunyoning har yeridan muhojirlarni Yevropa davlatlariga bir qulay yo'l bilan xotirjam bexatar keltirish to'g'risida iltimosimizni sungan bo'ldik. Ana yana bir nuqtani ta'kidlab o'tdik. Garchi biz Yevropa va boshqa davlatlarda Uyg'ur qarindoshlarimiz normal hayotga yashashga tirishayotgan bo'lsak-mu, ama hech kim bexatar emas. Shunga mumkin-da shu bexatarlik taraflaridami alayda ko'ngil bo'lish talablarimizni o'tirib qo'ydik. Ana yana bir muhim talabimiz shu bo'ldiki, Shvetsiya hukumatimi, boshqa Yevropa davlatlari va Amerikaga o'xshash bir qaror va qonun ma'qullab Uyg'ur irqiy qirg'inchilik va majburiy emgakdan
yasalgan mahsulotlarninki Yevropa bozorlariga bo'libmi Shvetsiya qatorliq davlatlarninki bozorlarga kirishini boykot qilish, cheklash, qonun orqali unga yo'l qo'ymaslik shu talablarni o'tirib qo'ygan bo'ldik. Shu partiya rahbarlarining, ministrlarning, tashqi ishlar ministrligi bo'lsin, Human Rights Watch bo'lsin, Swedish PEN, Amnesty International ve her qaysi partiya rahbarlarining bu ishlarga bo'lgan bizning talab takliflarimizga bo'lgan va bayonlarga bo'lgan inkas intayin yuqori bo'ldi. Ondan yana Sayragul Savitbay xonim o'zininki o'rganib yetadigan kitobi orqali va o'zining kechmishlari orqali, Qalmirusli xonim bo'lsa o'zining beshdan kechirgan shu kamp shohidligi orqali guvohlik berib, hammamizni shunchalik ta'sirlantirdi. Muxbirlar bo'lsin, ministrlar bo'lsin, partiya liderlar bo'lsin to'xtamay qalamga ilib mangdi. Ondan biz tünügün Şvetsiyadagi eng cho'ng media bo'lgan TTT-ninki ziyoratini qabul qildik. Bu TTT bo'lsa Shvetsiyadagi radio, televiziya, boshqa har qaysi media jurnalistlarninki markazli organi bo'lib, ularninki xabar manbasi eng ishonchli bo'ladi. Ham bergan guvohliklarimiz shular orqali radio bo'lsin, TV bo'lsin, medianing har qaysi saytlarga yetkaziladi. Tünügün Human Rights Watch'ninki panel discussion'a danlıq jurnalist Kurdubaksi hem qatnaşdı, hem danlıq bir neşriyatçı var, Lash Narin deyilgan. Narin neşriyatı 20 yıldan buyon izchil Uyg'urlar to'g'risida kitob nashriyat qilish, jurnallarni ta'sis qilib taqdish, Uyg'ur va qozoq, o'zbek yozuvchilarimizningki asarlarini Uyg'urcha, shvedcha yoki inglizcha nashr qilib dunyoga ko'rsatish qatorliq xizmatlarni o'tab keldi. Tunigan o'zlarining kitob ko'rgazmasini o'tkazdi. Balkim atimu biyaga yoshlarimiz uchun ko'rgazma qilib berishi mumkin. Yana bir xalqimizga shunday rahmat degim keldi. Shvetsiyadagi xalq jamoati intayin inoq ittifoq shu faoliyatlarning ravon yaxshi bo'lish uchun aeroportdan va parxod portlardan kelayotgan yoshlarimizni hotelga va boshqa munosib o'rinlarga yetkazish vaqtida to'shish va kechlarda, tushlarda muvofiq kutib olish xizmatlarida intayin aktiv va izchil hamkorlashdi, ham aktiv bilan bu xizmatlarimizga moslashdi. Alayda rahmat, ehtiromini bildiraman. Sizga ko'pdan ko'p rahmat. Ko'p rahmat. Soat 2'de qarindoshlar, Shvetsiyadagi bu yoshlarni tarbiyalash kursi boshlanish oldi turadi, nihoyat oz vaqt qoldi. Bizniki bir qism qarindoshlarimiz shu mehmonxonaning o'zida juma namozi o'rinlashtirgan, u yerda juma namozi o'qig'ili hozir kirib ketdi. Soat 2'de ko'rishaylik, amon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat. Ko'p rahmat hammanglarga.